Angliya mamlakatida mavsumiy ishlarda ro'yxatdan o'tishni kutayotgan hamda 6 oylik ishchi viza asosida Angliya mamlakatiga qonuniy shartnoma asosida ishga borib, mavsumiy yig'im-terim ishlarida kattagina daromad qilib kelishni xohlovchi yurtdoshlar, assalomu alaykum. Bugun sizga Angliya mamlakatida mavsumiy ishlar uchun qabul ochiqligini va hujjat topshirish ishlarida qanday hujjatlar kerak bo'lishi, u yerdagi oylik maoshlar, ish beruvchi tomonidan O'zbekiston fuqarolari uchun qanday talablar belgilanganligi haqida sizga to'liq ma'lumot aytib o'taman va eng katta ma'lumot ketish xarajatlari. Ketish xarajatidan boshlaydigan bo'lsak, Angliya mavsumiy ishchi vizasiga hujjat topshirishingiz uchun birinchi o'rinda hujjatni topshirganingizdan so'ng sizga viza berilganda $950 ga borish va qaytish aviachiptasini sotib olishingizga to'g'ri keladi, chunki ish beruvchiga qaytish uchun sotib olingan aviachiptani ko'rsatasiz va ular sizga ish vizangizni taqdim etishadi, sizga ishongan holda. Xo'p, ketadigan jami xarajat $1750 ni tashkil etadi O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi tomonidan. Xo'p, hujjat qabul qilish ishlari boshlandi deb aytib o'tdim. Xususiy bandlik agentliklari va firmalarda hujjat topshirish ishlari boshlandi. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasida endi kuzgi mavsumga mana shu may, iyun, iyul oylarida boshlanadi. Agarda hujjat topshirmoqchi bo'lganlar bemalol videoni oxirigacha davom ettirib ko'rishingizni so'rab qolaman. Har bir o'tkazilgan daqiqalar videoni takroran ko'rishingizga olib keladi. Shuning uchun videoni tushunib, tinglab ko'rishingizni tavsiya etaman. Xo'p, Angliya ish beruvchilari O'zbekiston fuqarolari uchun vakansiyalar ajratadi har yili. Angliya mavsumiy ishchi vizalari bo'yicha. Xo'p, mana shu vakansiyalarda hujjat topshirishingiz mumkin, ya'ni 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayol va erkak fuqarolar hamda ular jismonan sog'lom bo'lishi kerak, til talabi bo'yicha rus tilini muloqot darajasida bilish kerak. Agarda siz ingliz tilini ham qo'shimcha tarzda bilsangiz, u yerda ishchilar va ish beruvchilar o'rtasida tarjimonlik ham qilishingiz mumkin va ishdan tashqari qo'shimcha daromad, ya'ni qo'shimcha tarjimonligingiz uchun qo'shimcha summa to'lashadi. Xo'p, ana endi qanday hujjatlar kerak bo'lishi, u yerdagi oylik maoshlarni aytib o'taman, albatta ketish xarajatini aytib o'tdim. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Bu siz uchun o'ylaymanki juda katta manfaatli. Ana endi u yerda siz 2 mavsumga bo'linadi 1 yilda. Ishchi vizalar, ya'ni mavsumiy ishlar. Bular sentyabr oyidan boshlab sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral oylari va ikkinchi mavsum mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust oylari. Xo'p, bu galda sezon mart oyidan sentyabr oyigacha har oyda siz yozgi mavsumda mavsumiy ish zo'r bo'lganligi uchun 2000 yevrodan, ya'ni $2000 dan $2800 gacha daromad qilishingiz mumkin. Xo'p, ana endi sentyabr oyidan qishki mavsumda fevral oyigacha sizning daromadingiz $1800 dan $2400 gacha bo'ladi. Mana shuni ham inobatga olishingiz kerak. Qaysidir yozgi mavsumda ko'proq daromad qilasiz, shuning uchun ham bu ishning nomlanishi mavsumiy ish va mavsumiy ishchi vizasi hisoblanadi. Xo'p, mana shu mavsumiy ishchi vizalarga hujjat topshirmoqchi bo'lgan yurtdoshlar mana shu video kommentariyasida ismingizni
yoshingizni va qaysi mamlakatda ekanligingizni yozib qoldiring, chunki mamlakat ahamiyatga ega. Agarda chet el mamlakatida bo'lsangiz Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Agarda O'zbekistonda bo'lsangiz telefon raqam orqali ham murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Chet elda turib ham onlayn Telegram orqali hujjat yuborasiz va shartnoma qilasiz. Ish beruvchilar O'zbekistonga kelgan vaqtda chet el mamlakatidan O'zbekistonga kelishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni ish beruvchilar bilan suhbatlashish uchun. Kerak bo'ladigan hujjatlarni aytib o'tadigan bo'lsam, 5 yoki 6 ta hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni 6-chi hujjat bu ixtiyoriy hujjat hisoblanadi. Birinchisi xorijga chiqish uchun qizil pasport, ikkinchisi ishchi vizangizga bosilishi uchun kerak bo'ladigan surat 3,5 ga 4,5 ko'rinishda surat. Uchinchisi sudlanmaganlik haqida hujjat. Davlat xizmatlar markazidan olinadi. Yashil pasportni berasiz va sudlanmaganlik haqida hujjat kerakligini aytasiz. 15 daqiqa ichida pasportingizni, sudlanmaganlik haqidagi hujjatingizni sizga berishadi. Va 4-o'rinda oxirgi tugatgan ta'lim turingiz. Kimdir maktabni tugatgan, kimdir kollejni, kimdir litsey, kimdir texnikum, kimdir esa universitetni tugatgan va oxirgi tugatgan ta'lim turingizdan diplom yoki attestatni elektron variantda topshirasiz. Xo'p, 5-o'rinda sizni sog'lig'ingiz yaxshi ekanligida hujjat. Ya'ni shifoxonaga borasiz, o'zingizni tibbiy ko'rikdan o'tkazasiz. Tibbiy ko'rik sizni jismonan sog'lom deb topsa, sizga hujjat beradi. Sog'lomlik haqida mana shuni ham qo'shimcha hujjat tariqasida berasiz. Hamda 6-chi hujjat, kimda til bilish sertifikati bo'lsa, mana shu hujjatni ham qo'shimcha tarzda topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu rus tilidan tashqari ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, IELTS hujjatlarini ham berishi mumkin va Angliyaga borgandan keyin ishchilar va ish beruvchilar o'rtasida tarjimonlik qilib ham qo'shimcha daromad qilishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni $2,500 ishchilar oladigan bo'lsa, siz tarjimonlik uchun qo'shimcha oylik maoshingiz $3,200 berilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu siz va ish beruvchi o'rtasida kelishuvingizga bog'liq bo'ladi. Xo'p, ana endi 19 yoshdan kichiklar ham, 45 yoshdan kattalar ham bu ishda afsuski hujjat topshira olishmaydi. Chunki bu ish beruvchilar talabi hisoblanadi. Angliya mamlakati va Yevropa mamlakati standartiga asosan ishga layoqatli, sog'lom, jismonan baquvvat kishilarning aytilgan yosh talabi bu 20 yoshdan 45 yoshgacha erkak va ayollar jismonan sog'lom va og'ir mehnatga chidamli va layoqatli etib ko'rsatilgan. Shuning uchun ham ko'pincha Yevropa mamlakatlari O'zbekiston va boshqa hududlardan aynan mana shu yosh chegarasi, yosh talaba asosida ishchilarni qabul qilib olishadi. Xo'p, ana endi Angliya mavsumiy ishchi vizasi bo'yicha sizga to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Unutmang, yodingizdan ko'tarilmasin, may, iyun, iyul oylarida Angliya mavsumiy ishchi vizasi bo'yicha hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi, chunki kuzgi mavsum boshlanyapti. Hozirdan hujjat topshirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Qo'shimcha savollar bo'lsa kommentariyada qoldiring. Ana endi biz 3 kun mobaynida yozilgan va qoldirilgan kommentariya izohlarga javob qaytarib chiqishimiz kerak bo'ladi va albatta sizga javob qaytaramiz. Ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.